Xo'p, yana bitta mulohazali fikr do'stlar. Biz O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarni ko'rmasa, u ko'r odam ko'rmayotgan bo'ladi. Ko'rayotgan odamlarni, ko'zi ochiq odamlar hammasi e'tirof qilib turibdi. O'zbekistonda bo'layotgan islohotlar alhamdulillahi robbil alamin ancha ko'zimizni quvontiryapti va tabiiyki bu biz xalqimizning foydasiga, manfaatiga bo'lib turibdi. Lekin ma'lum bir guruh bor, ma'lum bir jamoa, men endi sizlarga rasmiy emas, bir ramziy ma'noda ularni petitsiyachilar deyman, petitsiyachilar. Bu guruh hech qachon O'zbekistonda islohot bo'lishligi tarafdori emas. Qachon O'zbekistonda muammo bo'lsa, o'shandan ozuqalanishadi. O'sha ularni yeguligi, ularni yuvindisi, o'shani yeb ozuqalanadi. Bu petitsiyachilarning vazifasi bor. Demakki, ularga kimdir vazifa buyuradi. Bu vazifani amalga oshirish uchun har qanaqa narsadan ko'z yumishadi. Har qanaqa narsadan. Farqi yo'q. Farqi yo'q ularga. Shu O'zbekiston hukumatiga qarshi bir argumentni ishlatish kerak bo'lsa, ishlataveradi shuni. Havo kir, O'zbekiston hukumati aybdor. Yomg'ir yog'mayapti, O'zbekiston hukumati aybdor. Istisqo namozi o'qiylik, imomlar O'zbekiston hukumatiga yalinadi, O'zbekiston aybdor. Shunaqa bo'laveradi, farqi yo'q. Nimaga? Vazifador. Yaqinda bir ayolni mojarosi bo'libdi. Men u ayolning mojarosi haqida ko'p kuzatmadim boshida, lekin juda rezonans berishga harakat qilishib, Kun.uz hattoki u haqida videolar chiqarib, oxir oqibat u meni majburlashdi, zo'rlashdi, yechintirishdi, urishdi, to'pishdi qilib hamma narsani gapirgan. Yana ma'lum bo'lyaptiki, bunaqa narsa bo'lmagan. U o'zida shunaqangi noto'g'ri podxodlar bo'lgan. Endi u chiqib ketib qolsa, endi uni yana aslida bunaqa edi, manaqa edi qilib turibdi. Shu yerda bir narsani aytayin. Ayol kishini bunaqangi fahsh, zino, iflos ishlarni qilishligi axloqan yaxshi emas. Axloqan. Qonunchilikda men unga o'zim xohlayapman desa hech narsa qila olmaydi. Lekin uni videosini olib tashqariga tarqatishlikni men ham tarafdor emasman. Shohrux o'sha matbuot ishi bo'yicha zo'r gap gapiribdi. Biz erkak kishimiz, biz erkakmiz, biz unaqa nomardlik qilmaymiz, biz tarqatmadik debdi. Tarqatmagan, uni kimdir tarqatgan. Uni tarafdori emasman. Lekin mana shu joyda petitsiyachilarga vazifa tushyapti. E'tibor bersanglar, petitsiyachilar hammasi yig'ilib olib, o'sha iflos ishni, o'sha jirkanch ishni oqlab berishga harakat qilishyapti. Nimaga? Hukumatga qarshi ishlatish mumkinligi uchun. Ichki ishlardan qancha yigitlar ishdan ketibdi shuni orqasidan. Nima ularning aybi? Administrativ aybi bo'lgan. Administrativ. Qonuniy asosda o'sha borgan joyiga qanaqadir hujjatlarni to'g'ri qilmagan xolos. Lekin o'tda meni oldin yechintirib tashlab ketishgan, majburlashdi, unda. Bular hammasi tuhmat do'stlar. Yana sud hal qiladi-da, tuhmat bo'lmasa, videoga olayotgan paytida o'zlaring yechintirib tashlab ketdilaring-ku. Nimaga yana qaytadan video olyapsanlar degan bir og'iz gap chiqardi. Bilaks, o'tda aybi bekitinglar, aybimni bekitinglar deb e'tirof qilib turibdi qilgan aybini. Endi shunaqa ekanda, mana shunaqa odamlar chiqib olib baqir-chaqir qilsa, chegara yo'q, bu yoqdagi odamlar hijolat qilsa, bular yutqizganga o'xshab ko'rinaverar ekanda. Asli unaqa emas do'stlar. Ana shu Sirojiddin Media o'tgan safar ham bittasini shunaqa tarafini olib yurgan edi. Endi har kimning tanlovi har xil. Ba'zi odam shu dayuslikni yaxshi ko'radi. Dayuslik ham menimcha jinoyat emas. Bular xohlayotgan qonunchilikda. Bemalol bu dayus odamlar bo'ladi hayotda, jamiyatda. Nimaga dayus odamlar ham bo'ladi? Shariat nuqtai nazaridan musulmonchilikda dayus jannatga kirmaydi-yu. Nimaga Alloh taolo bandalar ichida dayuslarni insonlarga ko'rsatadi desa, o'shnaqa bo'lib qolmagin deb ko'rsatadi. Mana shu voqeada kim O'zbekiston hukumatiga
ya'ni muammoni ko'tarib olib chiqib shu aybdor qilayotgan bo'lsa, o'sha yalang'och qo'lga tushgan odamni tarafini olayotgan bo'lsa, dayuslikdan nasibasi bor. Bu mening shaxsiy fikrim. Shaxsiy qarashim. Dayus odam shunaqa bo'ladi. Men bu o'qigan, men bilgan kitobda shunaqa. Dayus odam shunaqa bo'ladi. Tanlovimi? Tanlovi. Bu bemalol dayus bo'lishi mumkin. Men dayus bo'lmayman. Men buni yoqlamayman. Lekin bir odam dayus bo'lsa, mana shu voqeada, mana shu hodisada yaxshilab ajratib olinglar. Dayuslar shunaqa bo'ladi. O'tgan safar ham bittasi sobiq deputat shunaqa ishlar bilan qo'lga tushgan, uni tarafini olib video qilgandi. Mana shu Sirojiddin medialar. Keyin biz bahs suhbatlashib o'tirib gaplashganmiz. O'shanda ham deb qochib ketgan edi, gapga javob bera olmasdan. Endi yana chiqib olib shuni qilyapti. Bu yerda 3-4 ta ehtimol bor. Bittasi prosmotr zo'r bo'ladi. YouTube'da prosmotr zo'r bo'lsa, pul oladi bular. Bularda buyurtma ham bo'lishi mumkin. O'sha USAID tashkiloti yoki petitsiyachilar jamoasiga buyurtma bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zbekistonda Xitoy bosib ketdi, Xitoy yaqinda egallab oladi, Uyg'urlarni kuni boshimizga keladi deb qichqirayotgan petitsiyachilar kechagi hodisadan keyin hech bittasi chiqib gapirmadi. Qoyil O'zbekiston hukumatiga, qonunchilikka qoyil demadi. 3 ta Xitoyni qo'lini ko'ksiga qo'yib qo'yib uzr so'rattirishdi. Ishdan haydatishdi, menimcha deportam qilishadi. Xitoy bo'ladimi, Gittoy bo'ladimi farqi yo'q. O'zbekiston qonunchiligiga amal qilsa yashaydi, qiladi. Amal qilmasa qonun ustuvor. Demak do'stlar, bu joyda o'sha eski hiylakor, makkor siyosatni ichimizda yurgan yuvindu xo'rlari bor. Petitsiyachilar deyman ularni. O'sha petitsiyachilar, shu Musannif Adhamga o'xshagan yuvindu xo'rlar hech qachon O'zbekistondagi ijobiy vaziyatlarni e'tirof qilmaydi. Hech qachon mumkin emas. Bular qachon shu O'zbekistonda muammo bo'lsa ko'pirtirib ko'rsatishga, yana ham bo'lsa shuni orqasidan O'zbekistonni ayblashlikka vazifalangan. Vazifador. Qo'pol qo'yayotganda ota-onasi urushib qolsa, uyda ichkarida biroz bir-biriga qattiqroq gap gapirsa, qo'shniga chiqib aytib beradigan odamlar bular. Oilani ichidagi sirni qo'shniga chiqib gapirib berib turadigan odamlar. Shu Musannif Adhamlar, Sirojiddin medialar. Shaxsiy fikrim bu. Fikrga qarshi fikr bilan ya'ni munosabat bildirish O'zbekiston qonunchiligida ta'minlangan, himoyalangan. Shuning uchun bildiryapman men ham. Sizlar ham bildiryapsizlar, ha? Sizlar fikr bildirganinglarda mumkin bo'ldi, biz bildirsak jirilladinglar. Biz fikr bildirsak petitsiya qildinglar. Imomlarimizni shaman deb haqorat qilyapti. Yana xohlagan narsasini qilyapti bular. Lekin xalqimizga, yoshlarimizga, birodarlarimizga biz bilan o'sha kunlarda mana shu mavzular to'g'risida bahslashib, tortishib, aslida Hamid Sodiq zo'r, undoq deyotganlar, endi ko'zinglar ochilayotgandir, ha? Endi tushunayotgandir sizlar aslida mavzu qaysi tomonga qarab ketayotganligini. Bular qanaqangi jamoat ekanligini endi tushunayotgandirsizlar. Voy, sizni koringizga shu ichki ishlar bakor keladi. Uyingizga o'g'ri bostirib kelsa, o'sha ichki ishlar yugurib keladi. Hech qachon Qo'shirbayev bormaydi uyingizga. O'g'ridan himoya qilmaydi sizni. Qaroqchidan himoya qilmaydi Hamid Sodiq. O'tiraveradi u. Mening fikrimcha Jon Lok undoq degan, Montesquieu bundoq degan deb o'tiraveradi. Farqi yo'q. Lekin sizni joningizni himoya qiladi, molingizni himoya qiladi, yurtingizni, mahallangizni himoya qiladi o'sha uchastkovoy, o'sha ichki ishlar, o'sha xavfsizlik, o'sha prokuratura. Mana shu jamiyatda shular jonini fido qilib xizmat qilyapti. Shular. Bularni yomonotlik qilishga urinayotganlar petitsiyachilar, qo'shtirnoq ichida. Orqasida boshqa tashkilotlar bor. O'zbekistonda o'sha yangi to'lqinlarni, yangi jarayonlarni rejalashtirganlarni bu fikriy ichimizdagi xoinlari,
harakat qilishadi, o'zbek tilida gapirishadi, o'zbeklarni qo'zg'ashadi, sizni dardingizni, sizni g'amingizni gapirayotganga o'xshashadi. Aslida prosmotr, aslida ularga berilayotgan 3-4 tanga yuvindini evaziga qilayotgan bo'ladi. Bizni musulmonchilikda, ahli sunnani e'tiqodida biz mana shu O'zbekistonda yashayapmizmi? Shu O'zbekistondagi davlatchilikni himoya qilishimiz kerak. Bu ketsa hamma narsa ketadi. Davlatchilik ketsa hamma narsani qo'ldan boy berasiz. Ukraina ishi boshingizga tushadi, Suriya, Iroq, Liviya boshingizga tushadi. Buni xohlayotganlar bor. U katta ishlarni rejalashtirayotganlar bor. Shundan boshlanadi. Ukrainada, Belarusiyada, Gruziyada boshlagan ishlarini sekin-sekin O'rta Osiyoda ham boshlashyapti. Hozir muxolifat deb yig'layapmiz deb bir 3-4 ta dordan qochganlar yig'layapti. Dordan qochganlarning ichida Asliddin Kamol g'irt quloq odam bo'lgan, quloq. Bu anu yonda yurgan bolalari sotib yurgan, ularni qamatgandan keyin tashqariga chiqib endi ish qilyapti. Kimnidir u ham qulog'i. Bularning ichida komil inson bo'l degani bor. Bizni ustimizdan gamofob deb ariza yozgan. Biz geylarga qarshiligimizni ustidan shikoyat qilib, ustimizdan ariza yozgan. Muxolifat ekan shu. Bunga qo'shilib olgani Do'stnazar degani bor. U ham shunaqa. Bizni geylarga qarshi abror, buni chora ko'rish kerak deb ustimizdan ariza yozgan. Bir oyog'i go'rda shu odamlarni. Do'stnazarlarni. Nurullo Muhammad Raufxon boshida qo'shiluvdi, men ham keskin gapirdim, yetib bordi shekilli, voz kechdi ulardan, chiqib ketdi. Endi bar nima bo'lsa ham ziyoli odam-da, Nurullo Muhammad Raufxon ziyoli odam. Tushunib yetdi, qaysi to'da, qaysi balchiqqa kirib qolganligini. Nurullo Muhammad Raufxon domla, xato qilasiz, mana shunaqa. Sal ko'zingizni oching, sizga to'g'ri gapirgan odamni haqorat qilmang unaqa. Balchiqda edingiz, botqoqning ichiga kirib ketayotdingiz, men gapirdim sizni. Botqoq u. O'sha bilan birga bo'lsangiz gap yo'q. Yuravering, lekin botqoq edi u. Yaxshi chiqib turman salla bilan birga emasman debdi. Yaxshilikka bo'ldi u ham. Endi Jahongir Muhammad, ma'lum odam, SSR paytida kommunist bo'lgan, ateist bo'lgan, g'irt ateist odam bo'lgan. Hozir endi sunnat inkorchisi. Sunnat inkorchisi, ya'ni diniy diyonatgacha unaqa e'tibor bergan odam emas, lekin menga deydi faqat Qur'on deb qo'yadi. Shular birlashib nima qiladi? O'zbekistonga nima beradi deb o'ylaysiz shular, ha? Jahongir Muhammad O'zbekistonga nima berishi mumkin? Ustoz deb qo'yadi Asliddin Kamol. Abduqodir Mo'minovni qamatganlarning boshida Jahongir Muhammad turadi. Abduqodir Mo'minovni nasihat qilmasdan turib, uni davay sen zo'r yo'ldasan, davay chiq so'k, davay chiq undoq qil, mundoq qil deb orqasidan gaz berib turgan odam shu. O'zbek xalqini qamalishidan, o'zbek xalqini ichida to'polon bo'lishligidan manfaatdor odamlar. Dunyoni poytaxti New York deb qo'yadi. Amerikaga sotilib bo'lgan odamlar. Oshkor aytadi Amerikaga sotilganligini. Boshqalar ham shu, bir ikkitasi bizni guruhlarga kirib suhbat qilyapti. Bizni ham o'sha erkin e'tiqod degan guruhlarimizda o'sha muxolifatga birlashaman degan partiyachilar kirib suhbat qiladi. Ko'ra saviyasini. Oddiy musulmonlarimizni oldida saviya 0. Ularning saviyasi. Shular birlashib, shular jamoa bo'lib nimaga erishar ekan? Bular ana shu O'zbekistonda bo'layotgan ishlarda dayus pozitsiyasini qo'llab-quvvatlaydi. Ana shu yalang'och qo'lga tushgan xotinni tarafini olishadi. Nimaga? O'zbekistonga qarshi ishlatish uchun. Shuning uchun e'tiqodini, hamiyatini, milliy qadriyatini, o'zbekligini, vatanparvarlik tuyg'usini yo'qotmagan vatandoshlarimizga bir ma'noda murojaatim. Ko'zimizni ochaylik do'stlar. Bulardan yaxshilik kelmasligi aniq. Bular o'z yaqinlarini sotgan odamlar. Bular qadriyatiga tupurgan odamlar. Bular iymonidan voz kechgan odamlar. Ular hech qachon sizni o'ylamaydi. Siz haqingizda, sizni dardingiz haqida gapirayotganda boshqa narsani ko'zlab turgan bo'ladi. Boshqa narsani mo'ljal qilib turgan bo'ladi. Hargiz bularga
aldanib qolmang. Dardimizni gapiryapti-yu deb aldanmang. Dardingizdan maqsad dardingizni yana ko'paytirish bo'lar. Yana ham ko'proq hamdard, ko'proq dardkash bo'lishingizni xohlashadi ular. Ularning o'yinlariga aldanmang. Yana o'zingiz bilasiz. Men bilganimni aytib qo'ydim. Xo'p, o'zingizlarni ehtiyot qilasizlar.